O Dünya. Abdori Doktor Muhammad Al-Arifi. Tərcümə qılğıcı Muhammad Barat. Nəşr qılğıcı Saciyə İslam Tədqiqat Mərkəzi. Müharriri Doktor Abdul Aziz Rahmetullah A9. Korrektori Abduli Abliz Muhammad Barat. Layihəligücü A. Aqhon. Qayta tirildirish. İkinci qatim sur pöyləngandan keyin bandalar qiyomat maydoniga yeyish uchun qabrlardan chiqadi. Undaqda qayta tirildirishning ma'nosi nima? Uning yuz beradiganligining dalillari nima? Qiyomat maydoniga yeyishning ma'nosi nima? U qanday shaklda bo'ladi? Qabrga qo'yilmaganlarning holi qanday bo'ladi? Al-Ba'th, qayta tirildirish va an-nashr, yeyish degan so'z o'liklarni tirildirib qabrlardan chiqarish va kuyib o'lib ketgan, g'arq bo'lib ketib baliqlarga yem bo'lib ketgan yoki yirtqich hayvonlarga yem bo'lib ketganlardan tortib hamma o'liklarni qayta tirildirish deganlikdir. Hech narsa nomi ulug' Rabbimiz Allohdan hargiz qochib qutulolmaydi. İnsanlarning hisob va jazo uchun qayta tirildiriladiganligiga iymon etish aqidaning asoslaridandir. Buningga kufrlik qilish va yolg'onga chiqarish Allohni yolg'onga chiqarganlik va kufrlik qilganlik bo'ladi. Haq Taolo aytadi: "Yo'q, ular qiyomatni inkor qildi. Qiyomatni inkor qilganlarga biz do'zaxni tayyorladik." Furqon surasi 11-oyat. Allah bandalarni qayta tirildirib, qabrlardan chiqardiganligini ko'p oyatlarda zikr qilgan. Bu oyatlar tuvandikicha. U kunda osmonni putukcha narsa yozilgan qog'ozni yo'gigandek yo'gaymiz. Maxluqotlarni dastlabda qandoq yaratgan bo'lsak, shu holatida asliga qaytaramiz. İşte sizlarning jininglarni oladi. Ondan Parvardigoringlarning dargohiga qaytarilsizlar. Sajda surasi 11-oyat. Kafirlar hargiz tirildirilmaymiz deb gumon qilishdi. Aytqinki, hargiz undaq emas. Parvardigorim bilan qasamki, sizlar cho'qim tirildirilsizlar. Ondan sizlarga qilmishinglardan xabar beriladi. Bu Allah'a asandır. Tağabun suresi 7-oyat. Nabi sallallahu aleyhi ve sellem her bir bende nemi iş üstüde ölgen bolsa şu halatida tirildirildi degan. Yana andan ular niyeti bo'yicha tirildirildi degan. Qayta tirildirishning mumkin bo'lganligining real dalillari. Alloh taolo bizning ko'z oldimizda insonlar o'lib ketgandan keyin qayta tirildiganligiga iymon etishimizga to'g'ri bo'ladigan ko'p dalil isbotlarni ko'z oldimizda ayon qildi. Bularning jumlasidan birinchi, qurg'oq zaminning yomg'ir bilan yashardiganligi. Biz hech qanday ziroat, o'simlik va hayotlik bo'lmagan o'lik, qag'jirab ketgan zaminlardan o'tib qolamiz. Agar Alloh u zaminga yomg'ir yog'dirsa, uningga hayotlik qaytib keladi va yeshillikqa aylanadi. Shuningga o'xshashla Alloh o'liklarni tirildirdi. Ashu chirib ketgan ustixonlarni, qurib ketgan jasadlarni tirildirib, qaytadan hayotlik ato qiladi. Bu vaqtda Alloh taolo aytganki, Allah'ның rahmeti, yani yağmur meydanaga kelish oldida Allah bisharat chiqarib shamollarni avatidi. Shamollar ig'ir bulutlarni ko'targan chaqda ularni o'lik, ya'ni qag'jirab ketgan giyohsiz joylarga suramiz. Uningdan yağmur yog'dirib, turlik mevalarni chiqaramiz. Ibrat elishonlar uchun zamindan mevalarni chiqargandek, qiyomatda o'liklarni qabrlardan chiqaramiz. A'rof surasi 57-oyat. Abu Razin raziyallohu anhu rivoyat qildiki, men ey Rasululloh, Alloh o'liklarni qandoq tirildirdi degan edim. Nabiy sallallohu alayhi va sallam, sen qurib ketgan, andin yeshillikqa aylangan, andin yana qurib ketgan, andin yana yeshillikqa aylangan cho'llikdan o'tib baqdingmi? Alloh o'liklarni shuningga o'xshash tirildirdi dedi. Ikkinchi, dastlabki yaratishni qayta tirildirishga dalil qilish. Maxluqotni dastlabda o'zining xolig'ini bo'yicha yaratgan va o'zi xohlagan shaklda suratga kirgizgan zot ularni yana bir qatim xolig'ini bo'yicha xohlagan vaqtda qayta yaratishga qodirdir. Shak shubhisizki, qayta yaratish dastlabki yaratishdan ko'p osondir. Bu vaqtda Alloh taolo aytganki, u kunda osmonni putukcha narsa yozilgan qog'ozni yo'gigandek yo'gaymiz. Maxluqotlarni dastlabda qandoq yaratgan bo'lsak, shu holatida asliga qaytaramiz. Bu biz üstümizge algan va'dadir. Onu çoqum ishqa oshiramiz. Anbiya surasi 104-oyat. Va yana bir oyatda maxluqotni dastlabda yo'qdan bar qiladigan, andan uni o'lgandan keyin tirildiradigan Alloh ana shudir. U yana maxluqotni tirildirish Allohga uni dastlabda yo'q qilgandan bar qilganga qaraganda o'ng'aydir. Osmonlarda va zaminda eng oliy sifat Allohga xosdir. Alloh g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Rum surasi 27-oyat. Üçüncü, bazı ölüklerinin dünyada tirildirilganligi. Bani İsrail'de öldürülgen bir adamni kallaning bir parçası bilan urgandan keyin tirildirilganiga o'xshash, Allah bazı insanlarni o'lgandan keyin qayta tirildirgan. Bu vaqtda Alloh taolo aytganki,
sizlarga Musa orqali dedikki, kallaning bir parchasi bilan o'likni o'ringlar. U tirilib qotilni aytib berdi. Allah o'liklarni shundoq, ya'ni ko'z oldinglarda bu o'likni tirildirgandek tirildirdi. Sizlarni tushunsin deb qudratining alomatlarini sizlarga ko'rsatdi. Baqara surasi 73-oyat. Yana tam o'g'zilar yiqilay deb qolgan xarobi shahardan o'tgan kishiga yuz bergan ahvolma buning misolidir. Buni Allah bu so'zida zikr qilgan. Yoki sen tam o'g'zilar yiqilib vayron bo'lgan xarobi shahar, ya'ni Baytul Muqaddasdan o'tgan kishini, ya'ni Uzayrni ko'rmadingmi? U ajablanib, Allah bu shaharning o'lgan aholisini qandoq tirildirar dedi. Allah uni 100 yil o'lik holatida turg'izib, andin kamoli qudratini ko'rsatish uchun tirildirdi. Allah farishta orqali uningdan bu holatda qanchalik turding deb so'radi. U bir kun yoki bir kunga yetmaydigan vaqt turdim dedi. Allah aytdi. Undaq emas, to'liq 100 yil turding. Yemek ichmaganga qaraganki buzilmagan. Eshkanga qaraganki uning so'ngaklari chirib ketgan. Sana yuqorqidek odatdan tashqari ishlarni qilganligimiz seni biz kishilarga qudratimizning dalili qilish uchundir. Bu so'ngaklarga qaraganki uni qanday qo'rashtiramiz, andin uninga go'sht qo'ndiramiz. Yuqorqi ishlar uninga aniq bo'lgan chaqda, ya'ni u ro'shan mo'jizalarni ko'rgan chaqda u "Men Allohning hamma narsaga qodir ekanligini bildim" dedi. Baqara surasi 259-oyat. Va yana o'z vaqtida Ibrohim Parvardigorim, o'liklarni qandoq tirildirganligini menga ko'rsatgan dedi. Allah o'liklarni tirildirala oladiganligimga ishonmadingmi dedi. Ibrohim ishondim, lekin ko'nglim taxama qaror topsin uchun ko'rishni tilayman dedi. Baqara surasi 260-oyat. 4. Allahning bir narsani uninga zid bir narsadan chiqarishga qudratining yetadiganligi. Bu Allahның chirib ketgan so'ngakdan tirik jonliqni chiqarishga qudratining yetadiganligini bildirdi. Bu xuddi Allahның yeshil daraxtdan o'tni chiqarganiga o'xshashdir. Bu vaqtda Alloh taolo aytganki, u bizga insonning qayta tirildirishini yiroq sanab, chirigan so'ngaklarni misol qilib ko'rsatdi. O'zining yaratilganligini bo'lsa untidi. U chirib ketgan so'ngaklarni kim tirildira oladi dedi. Aytganki, uni eng dastlabda yaratgan zot tirildirdi. U har bir maxluqni bilguchidir. Allah sizlar uchun yeshil daraxtdan o't paydo qildi. Sizlar uning bilan o't yoqsizlar. Yasin surasi 78-oyatdan 80-oyatlargacha. 5. Allahning o'z qudrat kamoli bilan osmonlarni va zaminni yaratganligi. Osmonlarni, zaminni va u ikkisidagi ajoyib katta maxluqotlarni yaratish albatta insonni yaratishdan cho'ngdir. Demak, cho'ng katta narsani yaratishga qodir zot uningdan tuvan bo'lgan narsani yaratishga albatta qodirdir. Bu vaqtda Allah Taala aytganki, osmonlarni va zaminni yaratgan zot ularning o'qishini yaratishga qodir emasmi? U buningga qodir. Allah mahir yaratquchidir, hammani bilguchidir. Yasin surasi 81-oyat. Qabrga qo'yilmaganlarning ahvoli. G'arq bo'lib baliqlarga yem bo'lib ketgan yoki o'tni kuyib kulga aylanib ketgan yoki yirtqich hayvonlarga yem bo'lib ketgan va uningdan boshqa har xil ahvollarda o'lib ketib qabriga dafn qilinmagan insonlarmi qiyomat kuni qayta tirilib mahsharga yig'iladi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam ilgirkilardan bir kishining qissasini bayon qilib deganki, Alloh uningga nurg'un mol dunyo farzand bergan. U kishi o'lish oldida bolalariga sizlarga qandoqroq ota bo'lgan edim degan edi. Bolalari yaxshi ota dedi. U odam o'zining Allohning huzurida savobini kutgudek biror yaxshilik qilib qo'yolmaganligini, Allohning huzuriga borganda uni cho'qim azoblaydiganligini aytib, agar men o'lib ketsam, meni ko'ydiringlar. Kulga aylanganimda kulimni ezib, kuchli shamol chiqqanda meni so'rib etinglar, deb vasiyat qilib, bolalaridan vasiyatini ijro qilganligiga ahd va paymonlarni olgan. Allah bilan qasamki, bolalari uning vasiyatini ijro qilgan. Allah darhol paydo bo'l deb buyurdi. U odam shu hamon o'ri turdi. Allah uningdan: "Ey bandam, undaq qilishingga nima sabab bo'ldi?" deganda, u sendan qo'rqish degan. Shuning bilan uni faqat Allohning rahmat qilishini qutqizib qolgan. Shundaq, qiyomat kuni xaloyiqlarning hammasi qayta tirilib o'rnidan turdi va ishlar bir taraf qilinib, amallarga qarta jazo va mukofot olish uchun qiyomat maydoniga elib beriladi. Qayta tirildirish qandoq bo'ladi? G'aybga aloqador ishlar faqat vahiy orqali bilindi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam bizga bir qancha hadislarda qayta tirildirishning qandoq bo'lganligi va ikki sur puylashning oraliqida qanchalik vaqt o'tadiganligidan xabar berdi va bularni tafsiliy bayon qilib berdi. Nabiy sallallohu alayhi vasallamning mono so'zimi bularning jumlasidan.
Qiyomat bo'lganda chelindigan ikki surning orasida 40 bor. Ondan Nabiy sallallohu alayhi vasallam yana dedi. Ondan Alloh osmondan yomg'ir yog'dirsa, ular xuddi o't cho'p ungandek unishidi. Faqat birla ustaxondan boshqa insonning hamma yeri chirib ketadi. U bo'lsa-mu to'g'ri so'nkining uchidir. Unidan inson qiyomat kuni qayta qurashtiriladi. Demak, hayot qolgan insonlarning hammasi o'lib ketadigan va undan keyin miqdorini faqat Allohla biladigan ma'lum zamon qilib qoldigan birinchi qatimliq surpulangandan keyin Alloh yomg'ir yog'dirdi. Shu yomg'ir bilan ularning tallari unib chiqadi. Undan keyin Alloh aytgandek bo'ladi. U kunda osmonni putukchi narsa yozilgan qog'ozni yo'gigandek yo'gaymiz. Maxluqotlarni dastlabda qandoq yaratgan bo'lsak, shu holatda asliga qaytaramiz. Bu biz ustimizga olgan va'dadir. Uni cho'qim ishga oshiramiz. Anbiya surasi 104-oyat. Mayli qabrlardagi yoki dengizlardagi yoki tog'lardagi yoki cho'llardagi bo'lsin, jasadlarning hammasi qayta yaratilgandan keyin ikkinchi qatim surchalindi. Arqadilla ruhlar jasadlarga uchib kelib, u jasadlarga hayotlik qaytib keladi va zamin yerilib, qabrlardan hayot holati chiqadi. Bu vaqtda Alloh taolo aytadi: "U kunda yer yerilib, ular qabrlardan tez chiqib keladi. Ana shu yig'ish bizga osondir." Qaf surasi 44-oyat. Va yana sur chalingan hamon ular qabrlardan chiqib Parvardigori tarafga yuguradi. Yasin surasi 51-oyat. Demak, ular qabrlardan chiqib mahsharga boradi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam dediki, ondan sur chalindi. Uni faqat bo'ynining bir tarafini past qilib, yana bir tarafini egiz ko'tarib quloq solgan odamni anglaydi. Uni oldi bilan to'gisini sug'urdigan ko'lni o'nglayotgan kishi anglaydi. Oldi bilan bu odam sur ovozidan o'ladi. Ondan uning atrofidagi kishilar o'lishga boshlaydi. Ondan Alloh shabnamdek bir yomg'ir yog'dirdiki, uningdan kishilarning jasadlari unib chiqadi. Ondan keyin ikkinchi qatim sur chalinganda nagahan ular turib, nimaga buyurilganliklariga qarab turdi. Ondan ey xaloyiq, Parvardigoringlar tarafga kelinglar deyiladi. Farishtalarga ularni to'xtatib turinglar. Ular jimiki so'zlari va ishlaridan savol-so'roqqa tortiladi deyiladi. Jasadlar o'simlik unib chiqqandek unib chiqadi. Shundaq, o'simlik urug'i terilib unib chiqqandek Alloh taolo jasadlarga yomg'ir yog'dirdi. Ondan jasadlar to'g'ri so'nkidan unib chiqib, to'liq asli holatiga keladi. Alloh taolo buni sifatlab deganki, Allohning rahmati, ya'ni yomg'ir maydoniga kelish oldida Alloh bishoratchi qilib shamollarni avatadi. Shamollar ig'ir bulutlarni ko'targan chaqda ularni o'lik, ya'ni qag'jirab ketgan giyohsiz joylarga suramiz. Uningdan yomg'ir yog'dirib, turli mevalarni chiqaramiz. Ibrat elishinglar uchun zamindan mevalarni chiqargandek, qiyomatda o'liklarni qabrlardan chiqaramiz. A'rof surasi 57-oyat. İnsan samsaq, piyoz, yalpuz qatorliq o'simliklar unib chiqqandek to'g'ri so'nkidan qayta unib chiqadi. Bu bayonlar Nabiy sallallohu alayhi vasallamning ilgirki mono hadislarda so'zlandi. Qiyomat bo'lganda chelindigan ikki surning o'rtasida 40 bor. Ondan Alloh osmondan yomg'ir yog'dirsa, ular xuddi o't cho'p ungandek unishidi. Faqat birla ustaxondan boshqa insonning hamma yeri chirib ketadi. U bo'lsa-mu to'g'ri so'nkining uchidir. Uningdan inson qiyomat kuni qayta qurashtiriladi. U zot yana aytdiki, odam bolasining hamma a'zosini zamin yeb ketadi. Faqat uning to'g'ri so'nkila qoladi. U shu to'g'ri so'nkidan yaratilgan va yana shu so'ngakdan asliga keltiriladi. Maxluqotlar avvalgi yaratilishidan farqli yaratilamdi. Qur'on va sunnatdan iborat shar'iy manbalarning dalolatlarini tafakkur qilgan vaqtimizda aydin bo'ladi-ki, maxluqotning qayta tirildirilgandan keyingi tabiati, tanning kuch-quvvati va ko'zirishchanligi jihatda dastlabda yaratilgandagi tabiatidan farqli bo'ladi. Bu qiyomat kuni qayta tiriladigan, hisob elinadigan va jazo mukofot beriladigan insonlar dunyoda yashagan xalqqa o'xshamaydigan boshqa bir xalq deganlik emas. Balki Alloh dunyoda yashagan bandalarning o'zini tirildiradi. Lekin ular badan qurilmasi va iqtidori jihatda dunyodagi chog'dagidan farqli bo'ladi. Bularning misollari: birinchi, bandalar u kunda dunyoda ko'rmagan farishtalarni, jinlarni va uningdan boshqa Alloh o'zi biladigan narsalarni ko'radi. Ularga xuddi Alloh taolo aytgandek, uningga ey inson, dunyodagi chog'ingda bu ig'ir kundan g'aflatda eding. Endi pardangni sendan ko'tarib bugun ko'zing o'tkirdir deyiladi. Qaf surasi 22-oyat. Ikkinchi, jannat ahli tukurmaydi va cho'ng kichik tarat qilmaydi. Uchinchi, qiyomat kuni bak uzun bo'lsa-mu, bandalar qattiq ochliq va ussizlikdan o'lib ketmaydi. To'rtinchi,
Asi günahkarlar va kafirlar o'tda kuyidi, lekin o'lib qolmaydi. Alloh taolo aytgandek, uning ochiqligidan uni yutumlab ichib, taslikda yutidi. O'lim uni qo'rishib oladi, lekin u hargiz o'lmaydi. Shuningdan keyin taxmi qattiq azobga duchor bo'ladi. İbrahim surasi 17-oyat. Zimin yerilib eng avval o'shaga keldigan odam. Ikkinchi qatim surchalinib, insonlar qabrlarda to'liq yerilib bo'lgandan keyin ularning chiqishi uchun qabrlar yerilgan chaqda tunji tirildiriladigan va uning uchun zimin yerildigan kishi payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamdir. U zot deganki, "Men qiyomat kuni odam bolalarining xo'jasidurman. Qabrisi tunji bo'lib yerildiganmi men. Tunji shafaatchimi va tunji shafaat qabul qiling'uchimi men." Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qildiki, bir musulmon bilan bir yahudi bir-birini haqoratlashib, musulmon Muhammadni butun jahon ahlidan tanlagan zot bilan qasam devidi yahudi. Musoni butun jahon ahlidan tanlagan zot bilan qasam dedi. Shuning bilan musulmon qo'lini ko'tarib yahudini bir qachat urdi. Yahudi Nabiy sallallohu alayhi va sallamning yoniga kelib, musulmon bilan orliqida yuz bergan ko'ngilsizliklarni degan edi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam uni chaqirib o'zidan so'radi. O shundoq javob bergandan keyin Nabiy sallallohu alayhi va sallam meni Musodan afzal qilvatmanglar. Chunki jami odamlar qiyomat kuni hushidan ketadi. Menmi ular bilan billa hushimdan ketaman. Andan eng avval hushiga keldigani men bo'lman. Hushimga kelib shundoq qarasam, Musoning arishning bir tarafini chang tutib turganligini ko'raman. U hushidan ketganlar qatorida bo'lib, mendan burun hushiga kelganmi yoki Alloh behush qilishdan mustasno qilganlardanmi bilmayman dedi. Yana bir rivoyatda sur chalinganda Alloh xohlagan kishilardan boshqa butun odamlar qiyomat kuni hushidan ketadi. Andan u yana bir qatam chalinganda eng avval hushiga keladigan odam men bo'laman. Hushimga kelib shundoq qarasam, Musoning arishning bir tarafini chang tutib turganligini ko'raman. Muso kishilar bilan hushidan ketib, mendan burun hushiga kelganmi yoki tur kuni behush qilingani hisob bo'lib, behush qilinmaganmi bilmayman dedi. Qayta tirildirishni inkor qilgan kishining hukmi. Qayta tirildirishga va oxirat kuniga iymon etish iymonning asoslaridandir. Qayta tirildirishni inkor qilgan kishi Allohni yolg'onga chiqargan va Qur'onni inkor qilgan bo'ladi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam deganki, Alloh aytdi: "Odam bolasi meni yolg'onchiga chiqardi va halanki uning bundoq deyishi to'g'ri emas edi. U meni tilladi va halanki uning bundoq qilishi to'g'ri emas edi. Uning meni yolg'onchiga chiqargani bo'lsa, Alloh meni burunqa holimga o'xshash qayta tirildirolmaydi deganligidir. Halbuki uni dastlabda yo'qdan yaratish, uni qayta tirildirgandimi menga oson emasmi? Uning meni tillig'ini bo'lsa, Allohning balasi bor deganidir. Haqiqatda men birdurman, samatdurman. Hamma menga muhtojdir. Men bala topganmi emas, tug'ilganmi emas, hech kim menga tangdosh bo'la olmaydi. Qayta tirildirishga iymon etish Allohning insonlarni o'lgandan keyin qayta tirildiradiganligiga, shundaqla hisob, jazo, mukofot, jannat va do'zaxga iymon etishni o'z ichiga oladi. Oxiri sur chalinib zaminning hamma joylarida insonlar qabrlardan tirilib chiqqan chaqda Alloh ularni buyurib bir o'ringa yig'idi. Undaqda bu o'rin nada? U o'rinda nima ishlar bo'ladi? Bandalar u o'ringa qandoq yetib boradi? Bu mazmunlar tuvandagi bobda so'zlandi. Hujjat qayta tirildirishni isbotlaydigan aqliy va naqliy dalillar ko'p bo'lib, bu dalillar uni inkor qilguvchilarning ustidan hujjat bo'ladi. Qiyomat bo'lgan chog'dagi qo'rqinchli ishlar. Qiyomat kuni zamin boshqa bir zaminga, osmonlarmi boshqa bir osmonlarga aylanib ketadi. Koinotning harakati patparaqlashadi va Al-Jabbar Jalla Jalaluhu bandalarning orasida hukm qilish uchun tushidi. Undaqda osmonlarning holi qandoq bo'ladi? Zamin qandoq aylanib ketadi? U vaqtda bandalarga nima ishlar yuz beradi? Allah bizga insonlarni qattiq qo'rqitadigan va qalblarni titirtib etadigan qiyomat kunidagi qo'rqinchli ahvollardan xabar berdi. Demak, zamin tavritiladi, tog'lar kukum talqon qilindi, dengizlarga o't ketadi, osmon yeriladi, quyoshning nuri o'chadi, oyning nuri o'chadi va tutiladi, yulduzlar to'kilib, nuri yo'qaydi. Parvardigorimiz zaminni changallab tutadi va osmonlarni o'ng qo'li bilan qatlaydi. Qiyomat kunidagi osmonlarning va zaminning holi. Qur'on va sunnatning tekstlari Allohning zaminni changallab tutadiganligini va osmonlarni qatlaydiganligini ko'rsatadi. Osmonlar haqida Alloh taolo aytganki, u kunda osmonni putukchi narsa yozilgan qog'ozni qatlaganda qatlaymiz. Anbiya surasi 104-oyat. Osmonlar Allohning o'ng qo'lida qatlanib turadi. Zumar surasi 67-oyat. Bu oyatdagi sijil kalimasi qog'ozga xat yozadigan putukchi deganlikdir.
u xatni yozib bo'lgan chaqda qog'ozni qatlaydi. Shuningdek, qiyomat kunimi nomi ulug' Alloh osmonlarni bir-biriga qatlaydi va changallab tutadi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam Alloh qiyomat kuni zaminni changallaydi, osmonlarni o'ng qo'li bilan qatlaydi. Andan podshoh mandurman, zamin podshohlari qani deydi degan. Yana qiyomat kuni Alloh osmonlarni qatlaydi. Andan ularni o'ng qo'li bilan tutib, "Men podshohdurman. Qani haddidan oshqanlar, qani mutakabbirlar" deydi. Andan zaminlarni so'l qo'li bilan qatlab, "Men podshohdurman. Qani haddidan oshqanlar, qani mutakabbirlar" deydi degan. Zaminga kelsak, zamin qiyomat kuni tuvandagi hadisda kelgandek bo'ladi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam qiyomat kuni zamin bir tal ko'mash nondek bo'ladi. Qahri qilg'uvchi Alloh uni jannat ahliga kutib olish ziyofat qilib berish uchun xuddi biringlar safarda ko'mash nonni o'rib turgandek o'z qo'li bilan o'rib turdi deganida orqadan bir yahudi kelib janoblarga rahmon barakat qilg'ay. Ey Abul Qasim, men o'zlariga qiyomat kuni jannat ahlining kutib olish ziyofatini aytib bermaymi dedi. Rasululloh bo'ludi aytib bergan devida u Rasululloh sallallohu alayhi vasallam degandekla zamin bir tal ko'mash nondek bo'ladi dedi. Buni anglab Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizga qaradi. Andan eg'iz tishlari ko'rinib qalqochi kulib ketdi. Andan haliqi yahudi janoblarga ularning nonga qo'shib yeydigan tamoqini aytib bermaymi deb, ularning qo'shimcha tamoqi balam bilan non dedi. Ashablar nima u deb so'ragan edi yahudi. Kala bilan kit. Bu ikkisining jigarlarining kichik tilini 70 ming kishi yeydi dedi. Tağlarning kukum talqan qilinishi. Qiyomat kuni sur puvlangan chaqda zamin o'zidagi egiz tog'lar, buk baraqsan daraxtlar, ziroat va o'simliklar bilan ko'tarilib, bir-biriga qattiq uriladi. Haq Taala aytadi. Birinchi qatimliq sur chilingan chaqda zamin va tog'lar o'rinlaridan ko'tarilib, bir-biriga urilib, uvilib ketgan chaqda bu kunda cho'ng ish, ya'ni qiyomat yuz beradi. Haqqa surasi 13-oyatdan 15-oyatlargacha. Tağlar qumdek bo'lib ketadi. Bu vaqtda Alloh taolo aytadi. U kunda zamin va tağlar qattiq tavraydi. Tağlar bir dövi tarqa qumga aylanadi. Muzammil surasi 14-oyat. Balki bu mustahkam qattiq tağlar va qalaymaqonlashib ketganlikdan aytilgan yumshoq yongdek bo'lib ketadi. Alloh tağlarni o'z o'rinlaridan yo'q qilib etadi. Zaminda birmi tağ qolmaydi. Bu vaqtda Alloh taolo tağlar harakatlantirilib sarabdek bo'lib qoladi. Ya'ni tağlar to'zib yiroqdan qarag'uchiga suvdek to'yladi. Naba surasi 20-oyat. Shundoq, tağlar yiroqdan qaragan odam uchun suvdek ko'rinadigan sarabdek bo'lib qoladi. Agar inson yaqinlashsa, hech narsani topolmaydi. Andan tağlar kukum talqon qilinib, shamollar uchirib yuradigan to'pi bo'lib ketadi. Bu vaqtda Alloh taolo aytganki, ular sendan tağlar to'g'riliq, ya'ni tağning oqibatining qanday bo'lganlik to'g'riliq so'raydi. Aytganki, Parvardigorim ularni kukum talqon qilib, andan shamolni avatib uni so'raydi. Ularni to'zonlikka aylantiradi. O yerlarda cho'nqurliqmi, egizlikmi ko'rmaysan. Taha surasi 105-oyatdan 107-oyatlargacha. Bu qiyomat bo'lgan chaqdagi tog'larning ahvoli. Hamda yer sharining 4dan 3dan ko'pragini egallaydigan dengizlarga kelsak, uning uchun tog'larning holidimi ajoyibroq bir ahvol bordir. Dengizlarning portlaydiganligi va ko'ydiganligi. Bu hayvatlik ko'vajab turadigan cho'nqur dengizlar o'zining ichidagi san-sanoqsiz jonliqlar olami bilan qo'shilib portlaydi. Bu vaqtda Alloh taolo dengizlar bir-biriga qo'shilgan chaqda degan. Infitar surasi 3-oyat. Dengizlarning portlaydiganligi uning quruqlikqa teshib ketadiganligini ko'rsatadi. Yoki uning suyining oksigen va hidrogendan iborat ikki elementi bo'lganligi uchun portlaydiganligi va bu ikki gazning zarchillarining portlaydiganligini ko'rsatadi. Bu vaqtda Alloh taolo dengizlar o't bo'lib lavuldagan chaqda degan. Takvir surasi 1-oyat. Dengizlarga o't ketish. Dengizlarning eng ostidan yerilish va portlash bo'lib, dengizning suyi zaminning ichki qatlamidagi o't oladigan moddalar bilan qo'shilib chiqadi. Shuning bilan dengizning ustida o't elish paydo bo'ladi. Osmonning aylanishi va yerilishi. Qiyomat kuni osmon qattiq tavraydi va qattiq qalaymaqonlashadi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq degan. U kunda osmon qattiq tavraydi. Tur surasi 9-oyat. Osmon harakatlanib o'z o'rnida tugman aylangandek aylanadi va yeriladi. Bu vaqtda Alloh taolo mundaq degan. Osmon yerilgan chaqda. Infitar surasi 1-oyat. Shu kunda osmon bulut bilan birlikda yeriladi. Farishtalar bandalarning nomi a'malini ilib orqama orqa tushidi degan. Furqon surasi 25-oyat.
Osmonning qandoq yerildiganligini bilmaymiz, lekin uning intayin qo'rqinchli holat ekanligiga ishonamiz. Haq taolo aytadi: Osmon yerilgan, Parvardigorining amrini anglab itoat qilgan, Parvardigorining amrini anglashga, itoat qilishga loyiq bo'lgan chaqda. Inshiqoq surasi 1-2 oyat. Va yana osmon yeriladi. Bu kunda osmon qalaymaqonlashib, ojizlashib ketadi. Haqqa surasi 16-oyat. Ya'ni osmon yerilib ilgirki qattiq va kuchlik holatidan keyin ojizlab ketadi. U vaqtdagi osmonning rangi, chiroyli ko'k osmonning rangi qiyomat kuni o'zgarib, bo'yoqlarning rangidek har xil rangda bo'lib ketadi. Ba'zida qizil, ba'zida sariq, ba'zida yeshil va ba'zida ko'k rangda bo'ladi. Bu vaqtda Alloh taolo qiyomat kuni farishtalarning tushishi uchun osmon yerilgan chaqda osmon do'zaxning qiziqligidan qizil guldek, qizil chamdak bo'lib qoladi degan. Rahmon surasi 37-oyat. Ya'ni osmon yerilib bir rangdan keyin boshqa bir rangda bo'ladi. Quyoshning nurining o'chishi. Qiyomat qoyim bo'lganda quyoshning nuri o'chib, yorug'likqa ketadi. Shuning bilan bir nuqtaga yig'ilib qoladi. Arabchadagi takvirning ma'nosi bir narsaning bir-biriga yig'ilib qolishini ko'rsatadi. Sallani yo'gash degan so'zmo takvir kalimasi bilan aytiladi. Shuningga o'xshash takvir shamsimo quyoshning qo'rilib qolib, nurining o'chadiganligini ko'rsatadi. Ba'zida Alloh taolo kunning nuri o'chgan chaqda degandek, buning ma'nosi quyoshning nuri o'chib, sovib ketadi. Shuning bilan oftobsiz bo'lib qoladi deganlik bo'ladi. Bu oyatning ma'nosi buningdan boshqacha bo'lishi mumkin. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Oyning nuri o'chib, yorug'likqa ketadi. Bu vaqtda Alloh taolo aytadi: Ko'zlar to'lashgan, oyning nuri o'chgan, kun bilan oy birlashtirilgan chaqda inson bu kunda qochadigan joy qayerda deydi. Yo'q, Allohning azobidan qochadigan panohgoh yo'qdir. Bu kunda qarorgoh Parvardigorning tarafidir. Qiyomat surasi 7-oyatdan 12-oyatgacha. Ya'ni quyosh bilan oy bir tarafga yig'ilib, g'arb tarafdan nur yo'q, qora holatda chiqadi deganlikdir. Yulduzlar va planetlar. Turli shakl, hajm, yorug'liq va go'zallikdagi yulduzlar qiyomat bo'lganda to'kiladi, yorug'likqa ketadi va tortish kuchi yo'qolib ketadi. Bu vaqtda Alloh taolo yulduzlar to'kilgan chaqda. Takvir surasi 2-oyat. Yulduzlar o'chirilgan chaqda degan. Mursalat surasi 8-oyat. Buningga ergishib, ashu yulduzlarning tortish kuchiga chetiladigan barliq planetlar to'kilib ketadi. Alloh aytgandek, yulduzlar to'kilgan chaqda. Infitor surasi 2-oyat. Allah haqiqatan osmonlarni va zaminni qudrati va go'zal hikmati bilan tushib ketishdan to'xtatib turadi. Agar ular tushib ketsa, ularni hech ahdi to'xtatib tura olmaydi. Allah haqiqatan halimdir. Ya'ni kuffarlar azobga tegishli bo'lsa-mu, ularni jazolashga oldirab ketmaydi. Nihoyat mag'firat qilg'uchidir. Infitor surasi 2-oyat. Bu ahvollar ko'riladigan yulduzlar qaysi yulduzlar? Buni Allah o'zi obdan bilguchidir. Bu balki biz hozir ko'rib turayotgan yulduzlar bo'lishi mumkin va yoki osmondagi butun yulduzlar bo'lishi mumkin. Uni biz bilmaymiz. Yulduzlarning soni va o'rinlarini faqat Alloh bilguchidir. Bu vaqtda Alloh taolo yulduzlarning joylari bilan qasam qilamanki, shubhisizki agar bilsanglar, o yulduzlar Allohning ulug' qudratini ko'rsatadiganligi uchun albatta katta qasamdir. Voqea surasi 75-76-oyatlar. Lekin yulduzlarning to'kildiganligiga iymon etamiz. Bu hodisa va o'zgarishlarning hammasi maxluqotlar qiyomat maydoniga yeyilishdan burun bo'ladi. Uningdan keyin ular mahsharga yig'iladi. Ular qanday hashr qilindi? Mahsharda nima ishlar bo'ladi? Davomi keyingi bo'limida. Aqida. Parvardigorimizning kursisi osmonlarni va zaminni o'z ichiga oladi. Alloh koinotda xohlaganini qiladi. Sajiya Islom tadqiqot markazi